Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Damas mashinamizga 65 talik metan gaz bilan uстановка qilganmiz. Ko'rishlar mumkin. Ideal holatda, chiroyli holatda uстановка qilganmiz. Oldi qismiga 3-pakelikni laydvor reduktor zaporka ekranlarimiz salonda gazni qancha qolganini ko'rinib turish uchun 4-pakeliklarni datchiklar bilan foydalanganmiz. Siddan ko'tarib ochib o'tirmaymiz. Yo'q desa Malibu 2 tur mashinamizga 65 litrlik propan gaz balon qo'yganmiz. Oldi qismiga byudjetli variantda 3-pakelikni original turistlik turlar bilan, qo'shimcha kalaklar bilan akkuratli qilib uстановка qiladi. Yo'q desa 12 mashinamiz. Turbo 1-2 turbo mashinamizga metan 4-pakelikni Adax reduktor 01 Porsche farsovka, Porsche Avans 32 turmiga qo'shimchasiga Panda varianti. Full zapchastlar bilan uстановка qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akalar o'zimizga murojaat qilaverasizlar.